Mendan nima xohlaysiz ayting. Ramazon yo'lini izlab keldik. Oshona kun, karvonda. Ichida chaqirish qurullar bor. Ochqiy, tog'oraga sochqiy. Tog'oraga sig'masa, mendan kelgan sochqiy. Otamiz, uni biznesga tag'in. O'tda nima bor? Tualetmi nima? Pastdan qolishga ko'chaga chiquvdi. Haqiqatda. Frank, qaraysiz. Bu kim u yo'zi biz nima qilamiz? Shuni yo'q, Zebonikiga kelsa nimalar bo'ladi? Shaq edi. Qarang Zebo, ko'rganmisiz o'zingizdan proyektni? Ko'ryapsizmi? Uyi qayerda desak, shunda qayirgan edi, o'ng qo'lda dedi. Lekin opa chap qo'ldan chiqib keldilar. Yumamda shapkasini olib deb bosib keladi. O'li agar kutmaysizlar. Zo'r, nima o'zi garajmi nima bu? Bu garaj men oyimning mashinasi. Yo'q, biz uyda bo'ylamiz. Sizniki. Ana kimniki? Menimi? Yo'q, mendanki. Mashinamni sotib qo'yaman buga. Hop, pulingiz bormi? Yonimda. Uyingizda bormi? Pul? Boring, olib chiqing deb o'ylayapman. Mashinamda bor, to'xtang, mashinamda yurib. Qizlar, Zeboni puli uyida emas, mashinada saqlanar ekan. Adres aytmayman, tan o'g'ri kelmasin. Menda anaqa mayda pul o'tdi faqat. Qani. Sayohatchi qizni, voy, o'libdi endi. Sayohatga ishlatib yuborgandek hamma pulini. Menda просто bu stankaga turadi. Naqd pul вообще olib yurmayman, yomon ko'raman. Kartaga. Tak, terminalimiz bor, karta nomerlarimiz bor. Azoyli. Oxiri Zeboni uyga kirdik. Ha, assalomu alaykum, bizlar keldik. Ramazon yo'lini izlab keldik. Oshona kun, karvonda pul. Sharaboni, boshqalar ishonmayotdi. Endi точно Zebodan keyin hamma ishonadi. Yechimlidir. Xullas biz Zebo Life'ga keldik. Like bosib, repost qilish esingizdan chiqmasin. Keyingi nima edi? Keyingi mashhurimiz kim bo'lsin? Kommentga yozib qo'yinglar. Tilim ham aylanmay qoldi.